Mana Umid Xo'ja, mana bu kishiman. Turpi sizga shu turplar mana nima qildi. Rahmat bu kishi ham o'g'illari hofiz emas-ku, endi katta olimlar chiqsin inshaalloh. Inshaalloh shu Samarqandni, Buxoroga nima qilib kattakon bo'lib yuringlar inshaalloh. Boshqa yuklaring katta bo'lsin, kichik bo'lmasin. Ilmlaring ham ko'paysin, kamaymasin. Dunyo oxiratlaring baxayr bo'lsin. Buxoriylar sizlar chiqsin, Termiziylar chiqsin, Alberuni chiqsin, boshqa Boburlar chiqsin, Temurlar chiqsin. Tarixlaring qaytib tiriktiringlar inshaalloh. Bizlar ham boraylik, sizlar soyalaringda o'tiraylik. Xudo xolasa inshaalloh. Bemulk bo'lmasin. Haligi forsida bir masal bor. Non-gadoy bo'l, joy gadoy emas debdi. Birovni yutib 1000 yil ham bo'lsa, yutib bo'lmaydi. Bir kun 50 yil ham tursa chiqarib yuboraveradi. Shunga aytaman, vatanni qadrini bilinglar, bir-birlarning qadrini bilinglar, turpoqlaringni bir nimasini surmasin, surma qilinglar. Bir ikki joy muborak Makka va Madinaga hajini qilib ketaveringlar. Ba'zilar kelib kelaman deydi, turamiz. Tabqala ardulloh vasi deb endi bizlar majbur qolganmiz. Bizlarga Xudoy pok shu iymonimizni nasib qilsin, bolalarimizni nima qilishimizni biz ham bilmaymiz, to'g'risini nima aytaman. Bolalarimni 12 yil o'qitganman, undan keyin o'qitalmayman bu yerda mana. Zarfimdan undan keyin olmaydi ham o'qitalmayman. Mana shunga biz shunaqa majburmiz, sizlar o'qitinglar bolalarni. Xudo rahmat qilsin, Abdurauf Maqsudiy bizni katta pochamiz bo'ladi. Gulnorani qaynatasi. Bir kun Amerikada telefon qilganimda aytdi, "Qozi" dedi, "Pullarni olib qo'yarkanda, miyalaringni olib qo'ymaydi" deydi. "Bolalaringni o'qitinglar" dedi. Bolalar bu Abdurauf Maqsudiyning gapi. Meni qulog'imga aytgan, ammam yeri bo'ladi. Katta Mansur mana katta mamma ikkinchi o'g'li bo'ladi. Shu menga nasihat aytdiki, miyalaringni olib qo'ymaydi, oldingni olib qo'yadi. O'zbekistonda ham uni nasalarni olib qo'yganda. Coca-Cola va boshqa ochgan edi. Yuragi og'rigandan Dubay har yoqqa ochgan uni ko'p edi. Yana mana o'lib ketdi, Xudo rahmat qilsin, xayr qilardi. To tirik borishda ham hamma qishlarga ko'mak qilib turardi. Dasturxoni bor edi. O'lgandan keyin shu nimalar yo'qadi. O'g'illarni hali eng katta mamma o'g'illari bo'ladi. Na Mansurni yangi kuyov bo'lganda chetda kelgan edi, bas 90dami. Undan keyin ko'rgan emasman. Farid akasini men do'konim bor, 20 necha yil bo'ldi ko'rgan emasman. Boshqa Fawziya bor, ana Mahbuba bor, Minoz qizi bor. Ana yaqin qishimiz bir qonimiz. Ular ham asli Saidlardan, ular ham Marg'ilonlik asllari, ular ham Said. Qormaqistonning nevaralari, ular Marg'ilondan, Eshonlardan. Ana Xudo rahmat qilsin ketdi. Endi sizlar o'zlaring mana Samarqandda ahli qaytyapsan. Bizning bir pochamiz Samarqandda. Xudo rahmat qilsin o'lgan g'aniylarni. U ham hozir aka-ukalari Kanadada. Bitta ammamiz o'g'li mana qaynag'am bo'ladi. Uni ham shular Turkiyadan olib ketishdi. Xonalari obod Samarqandlarda shunday mer oqibat bor ekan. Ularni o'qitishdi. Mana ham ammam o'g'illarini, qaynag'am o'g'illarini ashular o'qitdi Samarqandda. Fatto deydi, Abdufatto, G'ani shular, G'ani otalari. Shular Samarqandda shular o'qitdi. Xudoy bak yana sizlarga shunaqa ittifoq bersin. Shu nimalikni shular qilishgan, Samarqandni otini seva qilinglar, O'zbekistonni otini seva qilinglar. Sog' bo'linglar, bizdan duo sizlardan. Alloh Rasul sizlarga go'yada bo'lsin. Dunyo oxiratlaring obod bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban. Amin ya robbil alamin. Amin. Ya Rabbi.